Assalomu alaykum aziz kuzatuvchim, salomatmisizlar? Xayrli kun bo'lsin. Jonlaring sog'mi? Yaqinlaring ham hammalari salomatmi? Tanijonlar. Ha ilohim, yer yuzi tinch bo'lsin. Urush degan nomda ot o'chsin degan gapimiz bor-ku. Nomi o'chsin ilohim. Qarang, Koreyalik Muhammad Qorini ammasi bayramlari munosabat bilan milliy bayramlarida yangi yil bir hafta mana shanbadan boshlab, shanba 13 fevraldan boshlab 14 ekan. Kecha 14 edi, bugun 15 edi. Uzr so'rayman. Dam Koreyada bir hafta. Payshanba kungacha jumadan ishga chiqiladi, xudo xolasa. Qarang, Koreyalik Muhammad Qorini ammasi bizga shuncha narsalar bayramlik qilib olib kelishdi. Qarang, mana o'zlarining oqturpdan bo'lgan salatlari, mana ular guruchdan bo'lgan pinchuza deymizku, mana pinchuzadan shuncha. Qarang, idish to'la. Bizga iltifot ko'rsatgan. Qarang, Allohning menga bergan ne'matlarini qarang, bizga bergan ne'matlarini qarang. Koreyada turib shuncha menga rizq beryapti. Koreyan milliy ovqatlarida bular. Qarang, mana bular pinchuza yeydi, non yeyishmaydi, guruch yeyishadi. Kamgina guruchni ham kamgina yeyishadi. Nazarlarini to'qligini qarang, bulardan men juda ham ko'p tarbiya oldim, xudoga shukur. Qarang, shunaqa shirinlik olib kelishgan. 3ta idishda olib kelishgan. Qarang, mana yong'oqlik. Buni ko'chadan sotib olganlar. Qarang, mana uning ichida qulpinoyi bor ekan. Biz yeganimizdan qolgan. Bitta idishdagina yeb oldik. Buni qarang. Mana u ham yana qanaqadir urug'lardan, oshqovoq urug'i ham bor ichida. Mana oshqovoq urug'i ham bor, mana ko'ryaptim. Har xil nimalar, semichka urug'i ham bor, oshqovoq urug'i ham bor. Shundan qilib qarang, aralashtirib yegulik qilgan. Bizda ham shunaqa qilsa bo'ladi. Ishlab chiqarishlarda yaxshi bo'ladi, tez ketadi. Chunki ham urug'lardan ham foydalanamiz ham demoqchiman. Urug'larda o'zi foydasi ko'p-ku. Mana qora sedanani, oq sedanani ham foydasi juda ko'pki, biz bilmaymiz. Ichida to'la omega deymizku. Omegasi to'la. Oshqovoq urug'ini ham foydasi ko'p sizlarga. Men alohida o'z kadrlar olaman, ozgina sog'lig'im yaxshi emaslik uchun. O'zbekistondan Koreyaga kelgandan buyon anchagina og'ridim. Klimat almash. U yoqda non yeb oldim, rosa non yeb kasal bo'ldim. Bu yoqqa kelib nondan organizmda nonsiz anaqa moslashtirguncha bo'lyaptimi? Sog'lig'imda anchagina muammo bo'ldi. Xudoga shukur, kasallarni ham berganiga bir sinovda 4 kiloga ozib oldim, xudoga shukur. Chunki Koreyada eng semizi men edim. Nazarimiz juda ham ochda. Shu nonni ko'rib yeb olsa deymiz xolos. Asli non zarar. Ma'lum miqdorda yeyish kerak, ko'p emas. Mana qarang, turib anaqa karamlardan bo'lgan salatlar. Qarang, shuncha narsani Seul bilan atrofi keng. Seulda biz hozir yashab turgan Kimpo biz shahridamiz. Seulda ham nimasi kengda, Koreyada. Atrofi keng demoqchiman. Ham probkalarning ishdan chiqib o'zlarining soch salonlari bor. Uni berkitib, yig'ishtirib, bizga shu narsalarni ham ishdan chiqib berkitib bo'ladi. 12 soatdan oshiq ishlaydi ikki oyoqda. Yoshlari katta bo'lmasam, qarang, mendan ham kattaroq ozgina. 2 yoshmi, 3 yosh mendan ham kattaroqlar. Umrlari uzun, rizqlari ziyoda bo'lsin. Allohim savoblari yegan-ichganlarimiz, umidvorlarimizga tegsin. Qarang, shu yoshdaman demasdan bizni hurmat qilib bayramlar munosabat bilan mana buni juma kuni kechga olib kelgan. Qarang, juma kuni ham ishlashgan. Juma kuni kechki payt olib keldi. Kecha shanba edi 14-chi, bugun 15-chi, 13-sana kuni olib kelganlar. Allohim umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Undan oldin ham kelib ketganlar, Muhammad Qoriga pul berganlar. Bizni pulimizga 500 ming, 50 ming pul berdilar qo'llariga. Muhammad Qori uni olib yashirib qo'yibdi. Qarang. Hali bog'chadagi ustozi atay olib keldi-ku, bunga pul to'planar ekan. Qarang, bu haqida ham alohida anaqa kadr qilaman. Qarang, mana dadasi. Bayramlarda pul yig'ishar ekan bolalar. Qarang, shuning uchun ataylab ustoz tashab ketgan ekan dadasi. Yangi Koreyan 5 ming so'mini berdi. Bizni pulimizga bu ham yaqin 50 ming. Qarang, bu pul to'playdigan narsa ekan-da. Buni tashab ketib, ataylab shu ustoz tashab ketdi ichida pechoni shirinligi bilan. Nimaga buni ataylab olib keldi ekansan? Buga hali biz hayitli yiqqanda bular ham bayramlarda pul yig'ishar ekan. Pul to'plovchi adaqa ekan. Kassa hisobida ekanda. Katmon. O'zimiz eski udim gaplarimiz bor, urfdagi gaplarimiz. Yosh kattalardan. Xudo xolasa juda ko'p kadr sizlarga foydali gaplarim juda ham ko'p yozib olganman, ro'yxat qilib, nimalarni maslahat berib, kasallik to'g'risida ham o'zim og'rib qolganimga hech qanaqa kadr ola olmayapman. Foydali shifovizdan sizlarga foydali narsalar olib qo'yapman. Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Alloh rizqimizni berganiga shukur.
hammani rizqini bersin Allohim, yer yuzi tinch bo'lsin. Ertalab hammamiz uyg'otsin, ko'zimizni ochib yorug'likni ko'rsatsin, hojatimizni chiqarish uchun. Hojatxonalarga borishlikni nasib qilsin Allohim. degan ishlarimiz savobi umidvorlarimizga tegsin. Bu dunyo o'tkinchi dunyo Allohim. Yer talashmanglar, joy talashmanglar. Hozirgi borliklaring bugungi kunga yetkazdirib ko'zlaringni ochtirgani o'zi Allohning biz tomonidan bergan mukofoti, bizga bergan o'zi tomonidan bergan mukofoti. Gaplarim amalmachman chalma olib ketyapti. Gapirishim bir qiyinga o'xshaydi. Yetkazgan ne'matlaringga shukur. Juda ko'p sizlarga foydali tavsiyalarim juda ham ko'p yozib ro'yxat qilib qo'yganman. Nimalarni foydali narsalar aytish to'g'risida aytmoq. Hammani puli ko'p bo'lsin. Pulda bas gap, iymonga boy bo'lsin. Yer yuzi tinch bo'lsin ilohim.